Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga go'shtlarni morozelkada eng qulay usulda saqlashni ko'rsatib o'taman. Uyga kelgan go'shtni shu ko'rinishida morozelkaga qo'yib, keragini ajratib olaman deb qiynalganlaringiz ko'z oldingizdami? Keling, bunga yechim topamiz. Eng o'tkir pichog'imizni olamiz va morozelkaga sig'adigan patnis ustiga strich yoki paket qoplaymiz. Aynan patnis bo'lishi shart emas, morozelkaga sig'adigan biror idishdan foydalansangiz ham bo'ladi. Bu pichoq hafsalamni pir qildi, nomi ulug' suprasi qurib. Undan ko'ra momamdan qolgan tarelkada o'zimni har doimgi ro'zg'or pichog'imni yaxshilab o'tkirlab ishimni davom ettirganim yaxshi. Go'shtni o'zingizga qulay bo'lgan kattalikda bo'laklarga bo'lib oling. Bo'laklarga bo'lingan go'shtlarni patnisda bir-biriga tekkizmasdan taxlab chiqishga harakat qiling. Shunda ajratib olishimiz juda oson bo'ladi. Mana shunday ko'rinishga kelgan go'shtlar ustidan pishiriq qog'ozi to'shab oldim. Ikkinchi qavatda qo'yiladigan go'shtlar birinchi qavatdagi go'shtlarga yopishib qolmasligi uchun. Agar sizda pishiriq qog'ozi bo'lmasa, strich yoki oddiy paketdan foydalanish mumkin. Go'shtlar joyidan siljimasligi va morozelkamdagi mahsulotlarga hidi urmasligi uchun strich bilan qoplab muzlatishga qo'ydim. Videoning eng qiziq joyi qaymog'i deyshadi-ku. O'sha joyga yetib keldik. Qani go'shtlarimiz haqiqatdan ham oson ajraladimi? Men uchun bu juda ham yaxshi natija. Go'shtlarni ajratib oldim. Biroz qiynalgan joylarimda pichoqdan foydalandim. Ko'rib turganingizdek barcha go'shtlarni bitta paketga solamiz. Endi ular hech ham bir-biriga yopishmaydi. Qo'rqmasdan bitta paketga solib, morozelkaga qaytadan qo'yib, sekin-sekin ishlataveramiz. Go'shtlarni aynan 2 qavat qilib taxlab, keyin muzlatish shart emas. Aksincha bir qavat qilib taxlab muzlatsangiz, yanada yaxshiroq natijaga erishasiz. Mendagi go'shtlar ko'proq bo'lganligi uchun 2 qavat qilib taxlab oldim. Bugunga siz uchun ilinganlarim shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling.